Abduqodir Husanov Manchester Cityda o'yinning eng yaxshi futbolchisi sovrinini qabul qilib oldi. Assalomu alaykum. Bugun futbolning bugungi videosi Cityning Nottinghamga qarshi o'yini va bahs oldidan Husanov tomonidan City matbuot xizmatiga berilgan qisqa intervyu haqida bo'ladi. Bugun Manchester City safarda APL turnir jadvalida 3-o'rinda borayotgan Nottingham Forest jamoasiga qarshi bahs olib boradi. O'yin oldidan Abduqodir Husanovga o'yinning eng yaxshi futbolchisi sovrini topshirildi. City matbuot xizmatiga bergan intervyusida Husanov jamoadagi eng yaqin do'sti kim ekanligini aytib o'tdi. Shaharliklar safida o'zbekistonlik himoyachining eng yaqin do'sti bu Husanov bilan deyarli bir vaqtda Manchesterga kelgan braziliyalik himoyachi Vitor Reis hisoblanadi. Shuningdek, Husanov eng yaxshi ko'rgan taomlari osh va shashlik ekanligini ham yashirib o'tirmadi. O'zbekistonlik muxlislarni quvontirgan tarafi esa Husanov jurnalist qizning ingliz tilidagi savollariga o'zbek tilida javob berdi. 21 yoshli himoyachi mazkur intervyuda ayrim ingliz tilidagi jumlalarni ham aniq ayta oldi. Bu esa Husanov tez fursatda ingliz tilini yaxshi o'zlashtirayotganidan dalolat beradi. Qizig'i, Abduqodir Husanovning City'dagi pozitsiya bo'yicha bevosita raqobatchisi Vitor Reis uning eng yaqin do'sti ekan. Eldor ham aynan Dovbik bilan do'stlashadi. Raqobat o'z yo'liga, odamgarchilik birinchi o'rinda. Osh bilan shashlikni biz ham yaxshi ko'ramiz. Husanovga o'yinning eng yaxshi futbolchisi sovrini topshirildi. Ingliz tilini tushunyapti, hozircha gapirmayapti. Bu ham yaxshilikka. City sahifasida o'zbek tili ko'proq yangrashiga sabab bo'lyapti deb yozdi Davron Fayziyev. Bir kun oldin esa tarmoqlarda Abduqodir Husanov haqida ingliz tilida kuylangan Viva Husanov qo'shig'i paydo bo'ldi. Qo'shiqda Husanov O'zbekistondan ekanligi, Toshkentda tug'ilganligi va dunyoning eng yaxshi himoyachisi bo'lishi haqida gap ketgan. Odam mashg'ullikka intilmasida o'z yo'nalishida kuchli bo'lsa, hammasi o'z-o'zidan kelaverar ekan. Husanov eng kam gap, kamtarlardan. Biroq City uni media tomonlama asosiy planga olib chiqmoqda, deydi Davron Fayziyev. Endi o'yinga to'xtalsak, tom ma'noda aytish mumkinki, Forest Manchester City o'yini APLda 3-o'rin kechadigan muhim bahs. Chunki jamoalar o'rtasidagi ochkolar farqi atigi bittani tashkil etadi. Forestdan o'tib olsa, shaharliklar keyinchalik ikkinchi o'rin uchun Arsenal bilan ham kurash olib borsa bo'ladi. Chunki shaharliklar va kanonirlar orasidagi ochkolar farqi 7 tani tashkil etadi. Bu tafovutni esa oldindagi 11 ta o'yinda yo'qqa chiqarish mumkin. Chempionlik masalasiga keladigan bo'lsak, raqobatchilaridan ancha oldinlab ketgan va bu mavsumni dahshatli formada o'tkazayotgan Liverpool chempionlikni ta'qibchilariga berib qo'ymasa kerak. Chunki hozirda birinchi o'rinda Merseysaydliklar va ikkinchi o'rindagi Arsenal o'rtasidagi ochkolar tafovuti 13 tani tashkil etadi. Shuning uchun bu yog'iga Arsenal, Forest, City, Chelsea va Newcastle kabi jamoalar 2 va 3-o'rin uchun kurash olib borsa kerak. Bugun bo'lib o'tadigan Forest City o'yini Toshkent vaqti bilan 17:30 da start oladi. Bahsni siz Telegramdagi Bugun futbol kanalida jonli efirda tomosha qilish imkoniyatiga egasiz. Hozirroq o'tib obuna bo'ling. Abduqodir Husanov haqidagi eng qaynoq videolarni o'tkazib yubormaslik uchun esa Bugun futbolni YouTube sahifasiga ham obuna bo'lishni unutmang.